Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruzamiz darajali qatorlar, yaqinlashish radiusi oralig'i, Taylor va Maclaurin qatorlari va funksiyalarni darajali qatorlarga yoyishga va uning tatbiqlariga bag'ishlanadi. Darsimizning rejalari. Ta'rifdan boshlaymiz. Demak, funksional qator nima? Biz bundan oldingi ma'ruzamizda sonli qatorga to'xtalib o'tgandik. Funksional qator, demak, o'sha farqi ma'lum bir o'zgaruvchiga bog'liq bo'ladi. O'zgarmas koeffitsiyentlar emas, sonlar emas bu yerda. Demak, x ga bog'liq bo'lgan mana shunaqa yig'indi ko'rinishda berilgan, bir ko'rinishda berilgan ifoda funksional qator deyiladi. Agar xususiy holda x ning o'rniga x0 ma'lum bir son qo'ysak, biz sonli qatorni hosil qilgan bo'lamiz. Demak, funksional qator x0 nuqtada yaqinlashuvchi deyiladi. Agar shu x ning o'rniga x0 nuqtada almashtirish yo'li bilan olingan sonli qatorimiz, demak, yaqinlashuvchi bo'lsa. Bunda x0 qatorning yaqinlash, demak, nuqtasi deyiladi. Agar ma'lum bir sohada shu nuqtalar to'plami qaralsa, demak, o'sha to'plam ds to'plamimiz qatorning yaqinlashish sohasi deyiladi. Endi mana misol keltiraylik. Funksional qator berilgan. Mana x ga bog'liq yig'indi ko'rinishda yozilyapti. Bu yerda ln x. Agar quyimiz birdan kichkina bo'lsa, demak, funksiyamiz, demak, ximiz 1/y oralig'ida, demak, x musbat qiymatlarida qatorning, demak, yaqinlashish sohasi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu berilgan fx funksiyamiz, demak, bu yig'indi fx qandaydir bir yig'indiga intiladi. Fx yig'indiga bu funksional qatorimiz, bu o'ng tomoni funksiya uchun, demak, yoyilma deb aytiladi. Demak, ds bu bizni yaqinlash sohasi. Misollar mana bu ko'rinishda berilishi mumkin. Mana xn darajali qator yoki funksional qator, xususiy holda darajali qator deyiladi. Demak, mana shu quyimiz birdan kichkina bo'lsa, yig'indini yana qaysi ko'rinishda yozishimiz mumkin? Geometrik progressiya, x kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisi ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Bu yerda S1 yig'indi, S2 yig'indi, Sn yig'indi deb mana bu n-ta chekli qiymati olinadi. Unda fximiz, demak, n intilganda cheksizda snx ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu uni, demak, yaqinlash sohasidagi har qanday xlar uchun mana shu o'rinli bo'ladigan bo'lsa, demak, o'sha yig'indini fx ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Qolgan hadlar esa uning n-chi qatorning, demak, qoldiq qismi yoki qoldig'i, qisqacha qoldig'i deb yuritiladi. Shunda fx funksiyamizni sx va uning qoldiqlarining yig'indisi ko'rinishda yozishimiz mumkin. n intilganda cheksizda qoldiq 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak, fximiz taqriban sn yig'indimizga teng bo'ladi. Matematikada funksional qator va uning qo'llanilishi orasida hadlari x argumentning daraja funksiyasi bo'lgan qatorlar, ya'ni darajali qatorlar deb ataladigan qatorlar alohida rol o'ynaydi. Demak, mana bu darajali qator 3 ko'rinishda yoziladi. Bu yerda a1, a0 va hokazo koeffitsiyentlar, demak, o'zgarmas sonlar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu umumiy ko'rinishda, 4 ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Bu ham darajali qator hisoblanadi. Faqat hadlari x - x0 larning darajalari ko'rinishda, yig'indi ko'rinishda yoziladi. Xususiy holda x ga 0 qo'ysak, demak, a0 ga mos keladi. Agar x ning o'rniga biror bir son qo'ysak, demak, biz sonli qatorni hosil qilamiz. Abel teoremasini keltirib o'tamiz. Agar 3-chi, demak, ko'rinishdagi darajali qatorimiz x teng x0 da, ya'ni 0 dan farqli qiymatlarda yaqinlashsa, unda har qanday x ning qiymatlarida, x0 dan kichik qiymatlarida, x ning barcha qiymatlari uchun absolyut, demak, yaqinlashadi. Va ikkinchi qismi, agar o'sha qator x0 qiymatlarida uzoqlashsa, unda x dan, o'sha x0 dan katta qiymatlarda ham nima bo'ladi? Barcha qiymatlarda uzoqlashadi. Bu Abel teoremasi edi. Abel teoremasidan kelib chiqadiki, x0 nuqta borki,
demak shunday bir x0 nuqta borki, mana bu oralig'da minus x0 dan x0 gacha bo'lgan oralig'da mana shu interval qatorning yaqinlashish nuqtalaridan iborat bo'ladi va bu interval tashqarisidagi barcha nuqtalarda uzoqlashadi. Demak, va bu interval bizda yaqinlashish interval yoki yaqinlashish oralig'i, bunisi esa uzoqlashish oraliqlari deyiladi. Tushunarli? Demak, mana shu ifodani ko'rishimiz mumkin. Va mana bu masofa r, ya'ni x0 rimiz, demak belgilashtirsak, yaqinlashish radiusi deb nomlanadi. Demak, yaqinlashish oralig'i minus r dan r gacha qilib aniqlanadi. Xususan x0 0 bo'lganda yaqinlashsa, radiusimiz 0 bo'ladi, ya'ni biror bir nuqtada yaqinlashuvchi emas deb qaraladi. Yaqinlashish radiusi unda 0 bo'ladi. Agar x ning barcha qiymatlarida o'rinli bo'lsa, unda r teng cheksizda, ya'ni radiusimiz cheksiz, ya'ni minus cheksizdan plus cheksizgacha barcha qiymatlarida berilgan darajali qatorimiz yaqinlashuvchi ekanligini ko'rsatadi. Yaqinlashishni bilishimiz uchun, demak, yoki radiusini topishimiz uchun mana bu D'Alembert alomatini qo'llaymiz. Bu yerda demak yaqinlashish radiusini aniqlash uchun quyidagi formulani keltirib chiqarganmiz va bu formula quyidagicha bo'lar ekan. R barobar, demak, n intilganda cheksizda n taqsim n plus 1 D'Alembertni teskarisi ko'rishingiz mumkin va darajali ko'rinishda bo'lsa, demak, mana bu formulani, Cauchy formulasiga o'xshash formulani alomati faqat 1 taqsim bo'lib turibdi ko'rishingiz mumkin. Demak, mana shu formulalar orqali biz yaqinlashish radiuslarini topamiz. Shundan so'ng yaqinlashish oraliqlari topiladi. Demak, mana bu agar qatorimiz, ifodamiz mana bu x minus x0 ko'rinishda bo'lsa, ya'ni x darajasida n ko'rinishda emas, bu ko'rinishda bo'lsa, unda yaqinlashish radiuslari mana bu tengsizliklar orqali topiladi. Misol, xn taqsim n faktorial berilgan. Radius topib olamiz. Formulamizga ko'ra n taqsim n plus 1 bo'ladi. O'rniga olib borib qo'ysak, cheksiz ekanligini, limitni ko'rishimiz mumkin. Bu nima degani? X ning ixtiyoriy qiymatlarida bu qator, darajali qator yaqinlashuvchi ekanligini ko'rsatadi. Keyingisi, mana bu qator berilgan, ishorasi almashinuvchi qator. Demak, radiusini topib olamiz. Bu yerda radiusimiz, demak, chiqdi x ga bog'liq bo'lib, x kvadrat bo'lib va bu birdan kichik bo'lgan holatda, ya'ni minus 1 1 oralig'ida yaqinlashuvchi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ba'zida chetki nuqtalar ham yaqinlashish oralig'iga kirish-kirmasligini aniqlash uchun o'sha nuqtalar olib borib qo'yiladi. Ya'ni minus 1 qatorni o'ziga olib borib qo'yiladi. Hosil bo'ldi ishorasi almashinuvchi qator, sonli qator va Leibniz teoremasini demak bajarganligi uchun, demak bu absolyut yaqinlashuvchi ekan. Demak, bu chetki nuqtani qabul qilamiz. Birda esa ko'rishimiz mumkin bizda yana ishorasi almashinuvchi qator, bu ham Leibniz shartini agar bajarsa, demak, unda yaqinlashish oralig'i yaqinlashish segmentidan iborat bo'ladi. Sohasi minus 1 1 oraliqdan, ya'ni kesmadan iborat bo'ladi. Navbatda ko'rishimiz mumkin, sonli qatorimiz x plus 2 darajasida n bilan kelgan, x ning n'inchisi emas. Demak, qanday qilib yaqinlashish radiusi topiladi? Radius o'sha formulani ishlataveramiz. O'rniga qo'yib, formulamizda radiusni topamiz. Faqat oxirida ko'rishimiz mumkinki, x plus 2 minus 2, ya'ni minus r u r oralig'ida bo'ladi. Bundan yaqinlashish sohasi minus 4 0 oralig'ida bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Endi chetki nuqtalarni tekshirish kerak bo'ladi. Minus 4 ni olib borib qo'yamiz. Leibniz sharti bajarilishini ko'rishimiz mumkin va 0 ni qo'yib ko'ramiz. 0 da esa uzoqlashuvchi ekan. Demak, biri kirib, biri kirmayapti. Yarim segmentdan iborat bo'ladi. Ya'ni minus 4 0 oralig'idan iborat bo'ladi. Bu darajali qatorimizning yaqinlashish sohasi. Endi ma'lum bir xossalarni ko'rib o'tamiz. Darajali qator, demak, yig'inda minus r oralig'ida yaqinlashish oralig'ida uzluksiz funksiya bo'lar ekan. Yaqinlashish oralig'ida darajali qator hadma-had differensiallash mumkin va darajali qatorni o'sha yaqinlashish oralig'ida hadma-had integrallash mumkin. Bu uning darajali qatorning xossalaridir. Endi keyingi tushunchamiz Taylor va Maclaurin qatorlari bo'ladi. Taylor formulasi deb, demak, mana bu quyidagi formulaga aytiladi. Agar f at x funksiyamiz x0 nuqta atrofida n plus 1 tartibgacha hosilaga ega bo'lsa, unda bu funksiyani quyidagicha darajali qatorga yoyishimiz mumkin.
Demak, bu qismi, ikkinchi qismi rn bizga qoldiq qismi deyiladi bu darajali qatorni va umumiy holda Taylor qatorini x0 0 bo'lgan holatda Maclaurin formulasi, xususiy holatda Maclaurin formulasi kelib chiqargan Taylor qatoridan mana bu ifoda Maclaurin formulasi deyiladi va uning qoldiq hadi deyiladi. Endi qoldiq hadi, ya'ni limit n intilganda cheksizda qoldiq had 0 ga intilgan bo'lsa, Taylor va Maclaurin formulalari quyidagi ko'rinishlarda yozish mumkin ekan. Misol keltirilyapti. Mana shu funksiyani x-1 2 had, demak 2 had darajasida bo'yicha demak yoyish talab etilyapti. Bu yerda x teng x0'imiz 1. Demak xususiy demak funksiyadan hosilalarni hisoblaymiz va o'sha Taylor formulasiga olib borib qo'yamiz. Yig'inda bizga hosil bo'ladi. Keyingisi bir taqsim x funksiyani x0 teng 1 nuqta atrofida Taylor qatoriga yoyishimiz kerak. Tenglamaga olib borib qo'yamiz formulaga va natijada mana bizga ko'p xat hosil bo'ldi. Demak, qator hosil bo'ldi, darajali qator hosil bo'ldi. Qoldiq hadini ham ko'rishimiz mumkin. Keyingi qatorni Maclaurin qatoriga yoyish funksiyani 2 darajasi x funksiyani Maclaurin qatoriga yoyish so'ralyapti. Demak, hosilalarni olib o'rniga qo'yib, mana bu formulani hosil qildik. Ko'p uchratadigan funksiyalarimiz mana bular, ya'ni elementar funksiyalar, asosiy funksiyalar yoyilmasi jadvali deyiladi. Demak, Maclaurin qatoriga yoyilganlari quyidagi ko'rinishda bo'lar ekan. Bu yoyilmalarni yodlab olish bizga qayta bu funksiyalarni Maclaurin qatoriga yoyib o'tirmasdan foydalanib ketish imkonini beradi. Shuning uchun bularni yodlash tavsiya etiladi. Xo'p, mana endi shularni tatbiqlariga to'xtalib o'tamiz. Aytaylik, mana bu integralni integrallashimiz kerak. Bizda mana bu darajali qatorga yoyamiz 1 - x kvadratning yoyilmasidan foydalangan holatda va buni hadma-had integrallash imkonini beradi. Ya'ni bu Maclaurin qatorlari yoki darajali funksiyalar qatorlar integrallab bo'lmaydigan maxsus funksiyalar sinfi bor yoki integrallash qiyin bo'lgan yoki limitini hisoblash qiyin bo'lgan yoki differensial tenglamasini hisoblash qiyin bo'lgan misollarda bemalol bu funksiyalardan, ya'ni yoyilmalardan foydalanish orqali yoki ma'lum bir taqribiy hisoblashlarda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda taqribiy hisoblashlarda darajali va funksiyalar qatorlarining roli keng ekanligini ko'rishingiz mumkin. Demak, mana shu qatorlar yordamida taqribiy hisoblashlarni amalga oshirishimiz mumkin. Masalan, y ni qiymatini, y darajasida x yoyilma bizda bor, x ni o'rniga 1 qo'yish orqali y darajasida x ning, ya'ni y ning qiymatini, taqribiy qiymatini aytilgan aniqlikda topishimiz mumkin ekan. Mana hisoblanyapti. Xuddi shunday 3-ilzosida 130 yoyilmadan foydalanamiz. 1 plus x ning n'inchi darajalisi yoyilmasidan va son qiymatlarni olib borib qo'yish orqali taqribiy hisoblashimiz mumkin ekan. Integralga e'tibor bering. Y darajasida -x kvadrat integrallanmaydigan funksiyalar sinfiga kiradi. Lekin biz yoyilmadan foydalanib, darajali qatorning Maclaurin yoyilmasidan foydalanib o'rniga qo'yish orqali hadma-had buni integrallashimizni ko'rishimiz mumkin va quyidagi qatorni hosil qilamiz. Xuddi shunday sinus x kvadrat integrallanmaydigan funksiyalar sinfi yoyish orqali demak integrallash mumkin ekanligini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu qatorlar bizga mana differensial tenglamani ham yechimiga tatbiqi bor. Qo'shim masalasi birinchi tartibli differensial tenglama. Demak, tartibini pasaytirish o'rinsiz, o'zgaruvchilarni ajratib bo'lmaydi, birinchisilik bo'lmagan, Bernoulliga ham tushmayapti masalan. Qanday qilamiz? Yoyib, mana bu qatorga yoyish orqali yechimni mana bu Taylor qatoriga yoyilma ko'rinishdagi holatdan, ko'rinishdagi formadan foydalangan holatda izlashimiz mumkin ekan. Demak, tenglamaga olib borib qo'yish orqali koeffitsiyentlarni aniqladik, o'rniga olib borib qo'yapmiz va yechimni mana qator ko'rinishda faqat hosil qilyapmiz. Bu qatorlar ba'zida bizga standart funksiyalarni, elementar funksiyalarni berib qo'ysa, o'sha funksiya ko'rinishda yig'indini yozib qo'yishimiz ham mumkin.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.